Foyda qilamiz megalarning qadrli obunachilari, bugungi obzorimizda xuddi shu ko'rib turganlaringdek tepada turgan 5 xildan 6 xildan ortiq molkalarimiz hamda pastda turgan kotlet preslarimiz va so'zni to'g'raydigan, frey to'g'raydigan apparatlarimizni elektriskisi, ruchnoy, xuddi shu ko'rib turgan apparatlarning hammasini hozir obzor qilamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Maksimalni shu sohada o'taradigan bo'lsalar, xohlasa video manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasam biz boshladik. Video davomida aytib o'tiladigan narsalar, molkalar necha voltda ishlaydi, qanaqa tokda ishlaydi, hajmi qanaqa, xuddi shu savollarga hozir javob berib o'tamiz. Kotlet preslarimizga ham, kotlet preslarimiz razmeri qancha, narxlari qancha, hammasini video davomida aytib o'taman. Hamda ko'rib turgan so'zni to'g'raydigan apparatlarimizni elektriskisi bor, ruchnoy bor. Siz oshxonaga, uy-joylarga yoradigan bo'lsangiz, qaysi biri yaxshi, o'shuni hozir video davomida aytib o'taman. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Hali bo'lmasam biz boshladik. Videoga like va podpiska olsangizdan chiqmasin. Xo'p, biz videoni boshladik. Qani bo'lmasam molkalarni obzor qilishdan boshlaymiz. Molkalarimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu nima degan odamlar uchun biz hozir javob berib o'tamiz. Bu molka ziravorlarga, dorilarga, ko'proq tabiblar, ziravorchilar, shunga o'xshash bo'lgan odamlar oladi. Bu o'sha mahsulot tashxislarning zira, o'shanaqaligi qattiq o'sha shishani ham bun holatga keltirib bera oladi. Buni har xil razmerlari bor. Hozir aytib o'taman. Narxlarini necha voltda ishlaydi, soatga qancha rasxod qiladi, hammasini aytib o'taman. Qani bo'lmasam eng kichkinasidan boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz 500 grammdan boshlaymiz. Soatga mana hamma xarakteristikasini yozib qo'ying o'z oldiga mana. O'zdan ko'rib turibsizlar, soatiga 1.8 kilovat rasxod qiladi, 200 gramm ishlaydi. Tezligi minutiga, sekundiga 2700 оборот. Minuti vashni tez aylantiradi. Molkamiz holatga keltirib beradi. Narxlarni tez aytib o'tib ketaman. Narxlarga keladigan bo'lsak, $130 qilib beraman eng kichkinasini. Xo'p, navbatdagisi 1 kilolik hisoblanadi. 1 kilolisi 2 kilovat bo'ladi. Обороты 2800 gramm ishlaydi. Narxga keladigan bo'lsak, $160 qilib qo'yganmiz. Navbatdagisi 1,5 kilolik bo'ladi. 3 kilovat rasxod qiladi. 2900 оборот, 200 gramm ishlaydi. Soatiga o'sha 200 gramm ishlab 2-3 kilovat rasxod qiladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, $190 qilib qo'yganmiz. Shu ko'rib turgan hamma molkalarga 3 oydan servisni garantiya chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagi kattaroq bo'lgan hajmda 2 kilolik hisoblanadi. 2,5 kilovat rasxod qiladi soatiga. 2800 оборот, 200 gramm ishlaydi. Buni video davomida xudo xolasa imkon qadar ishlash prinsipini ham qo'yib ketamiz. Xudo xolasa inshaalloh video ko'rgan bo'lsangiz like va podpiska olsangizdan chiqmasin. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, $240 qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa hamma turda narichida mavjud. Qanday desanglar, olib kelib qo'yganmiz chiroyli qilib. Hamda juda kattaroq bo'lgan razmerdagilari bor. Bu razmerda qanaqa aytsaning, hamda 2,5 kilolik va 3 kilolik hisoblanadi. Ancha gabariti kattaroq, ham o'zi ham ko'rib turibsizlar, ancha bahabayroq o'xshaydi, ancha og'irroq hisoblanadi. 2,5 kilolikni narxini xo'p $270 qilib qo'yganmiz. Soatiga 208 kilovat rasxod qiladi, 200 gramm ishlaydi, soatiga 2800 оборот. Xudo xolasa bu narxini $260 qilib qo'ydik. Yonidagisi 3 kilolik bo'ladi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana 4 kilovat rasxod qiladi, soatiga 3300 оборот, 200 gramm ishlaydi. Xudo xolasa bunimiz narxini $320 qilib qo'ydik. Kimga xuddi shu molkalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa 24/7 telefon qilsalaring, qanaqa ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, xudo xolasa chiroyli tushuntirib beramiz. Xo'p, navbatdagi apparatlarimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi apparatlarimiz bu kotlet preslar hisoblanadi. Kotlet preslardan ko'zdan ko'rib turibsizlar, har xil razmerlari bor. Bu kotlet preslarimiz endi ko'proq qatlarda ishlaydigan odamlarga, bu ko'proq fast food xonalar, uy sharoitiga olib borib, mana qo'lda kotlet qilib o'tirmaysizlar, prosta buni qiymani grammga ko'ra solib turib, mana masalan bunday qilib bemalol shu bosib ishlasangiz bo'laveradi mana. Opa. Mana. Xuddi shu ko'rinishda apparatimiz ishlayveradi. Xolasa, bexijolat apparatimizga bir oydan garantiya qilib beraman chiroyli qilib. Bular har xil razmerdagi bor. Eng kichkinasi 13 cm dan boshlanadi. 13, 15, 18 hamda 20 cm kotlet preslarimiz bor nalichida. Xo'p, bular narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar hammasi ruchnoy, bir oydan garantiyasi bor. Bular narxlarga keladigan bo'lsak, $140, 13 cm.
$170, 10 santimetrlik, 15 santimetrlik hamda $190 15 santimetrlik va $140 14 santimetrligimiz qilib beramiz. Xudo xolasa kimga ham xuddi shu katet press apparatlarimiz kerak bo'lsa, pastdan nomerlar va bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz ham mumkin. Navbatdagi apparatimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi apparatimiz bu Sozuni xohlasanglar markovcha soatlar uchun, xohlasanglar osh uchun to'g'rab beradigan apparatlarimiz hisoblanadi. Ruchnoy ham elektriskisi bor. Videoda oxirida bitta katta xuddi shu so'zni to'g'rigan, kartochka to'g'rigan apparatimizni kattasini ham ko'rsatib o'taman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, bularimiz qaysi biri yaxshi degan odamlarga biz ko'proq ruchnoy sotyapmiz. Nimaga desak, uni apparatni sinib qolish mumkin, shunga o'xshab boshqa narsa bo'lishi mumkin, to'g'rilasa bo'ladi. Lekin elektriskisida motor ketib qolsa, motorni topish qiyin bo'ladi. Topsa bo'ladi, prosta Xitoydan 1 oy, 1,5 oyga keladi. O'shuna hisobiga cho'zilib ketib qolishi mumkin. Bular narxlari keladigan bo'lsa, ruchnoy narxini $100 dan qilib qo'yganmiz. 3 xil dastavkasi bor. Bemalol kelib aloqaga chiqsang, $10, $15 baholar chog'i o'tib, dastavkani qilib beramiz. Dastavkamiz bor butun O'zbekiston bo'ylab. Narxini $100 qilib qo'ydik, kelishilgan holda bo'ladi. Navbatdagi yonda elektriskilar esa, xo'p, narxi $200 ga $180. Buni nima farqi bor desalaring, bunisi skоростli bo'ladi. Oldiga qilsang oldiga yuradi, orqaga qilsang orqaga yuradi. O'rtada stop. Buni 3 xil dastavkasi bo'ladi. Bunda esa yonida tugmasi bo'ladi. Tugmani bossalaring oldinga, keyin orqaga qilsang orqaga yuradi. Xuddi shu ko'rinishda ishlaydi apparatimiz. Xudo xolasa, shu hamma apparatimizga katlet press bilan so'z to'g'rigan apparatimiz 1 oydan, molkalarimizga 3 oydan garantiya qilib qo'yamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Hamda eng kattaroq bo'lgan so'z apparatimizni ko'rsatadigan bo'lsak, mana ko'rib turganlaringdek, xuddi shu so'z apparatim bo'ladi. Soatiga 200 kg, 250 kg bemalol chiqaraveradi. 3 xil dastavkasi bo'ladi. Elektriskiy bo'ladi. 5 sira stoplari bo'ladi. Buni kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Oldiga orqaga mana yurib hamma yo'q qilib berish xususiyatiga ega. Xo'p, narxini opisiyaga yozib qo'yaman, xudo xolasa $740 dan bemalol aloqaga chiqarasizlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin, hamda boshqa kimga pech, misholka, любой narsa o'zimizda mavjud. Telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Hamma yoq rasm, instruksiyasi, hamma yoqni tashlab beraman inshaalloh. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu soatda o'rtadan jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarimizda xudo xolasa chiroyli videolar qilib chiqamiz. Kutinglar. Hammaga rahmat.